Qizlar ko'rayotganinglar Elchi programmasi. Shoir ayollarni suvga o'xshatibdi. Mehr muhabbatni qaynaydi debdi. Erlarni bo'lsa she'rga o'xshatibdi. Qafiyasi achchiq, urg'usi qattiq, lekin yeshib ko'rsak ma'nosi tatliq debdi. Qiz-o'g'illar o'ttirsidagi hissiyotni ilgari suradigan, qiz-o'g'illar o'ttirsidagi o'zaro tushunishni ilgari surish maqsadida yo'l qo'yilgan Elchi programmamizning bu qitim qisallari Turpanda suratga ilinayotdi. Programmamızın tacizdarlığını özgəç təmtid tutquları bilan xəridarlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Şinjan Cho'ngustam yemeklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Al-Xumar mablag' silish cheklik shirkati alohida talab qilgan. Şinjan Fasil xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Elchi programmasini Şinjan Kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati ajri bilan ishlagan. Qimmatli do'stlar, bizning programmamizga yo'l qo'yilgandan hozirgacha izchil bizga hamroh bo'lib kelayotgan, bizga madad bo'layotgan eng muhimi sahnadagi qiz-yigitlarning sirdosh do'stiga aylangan ustozlarimizni sizlarga yana bir navbat tanishtirib o'tishni loyiq ko'rdim. Şinjan Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi Pishqon qobil advokat Fatigul Abduqodir. Qarshilamiz Fatigulada. Elchi programmamiz 1 yillik musofirni markaziy shahar Urumchida tamomlab, mana navbatda Turpan shahriga yetib keldik. Turpanda biz elchining davomini suratga olyapmiz. Shunga Turpan bekitimizga bizga alayda madad bergan oldimizga chiqqan Soyibxon ham biz uchun mehmon tanilgan san'atkorimiz Sami Osman akamo bizning yetakchi ustozlarimiz qatorida. Qarshi olamiz Sami aka. Sirdishimiz, muңdishimiz sizlar ham bizni yaxshi ko'rgan Ali muallim. Qarshi olamiz Ali. Xo'sh, bizning bugungi birinchi sonimizda kim sahnaga chiqadigandir? Qaysi qizlarni tanlab, shu qizlar bilan suhbat o'tkazadigandir? Qani, marhamat. Yaxshimisiz? Men sizni ko'rgandakligu. Burun bir qatnashib. Siz programmamizga ilgari bir qatnashdingizmi? Ismingiz? Ro'zaxon. Ro'zaxon. Siz ko'rildin. Ha. Qani. Sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Qani. Chekib olsangiz bo'ldi. Bo'ldimi? G'ayrat qiling Ro'zaxon. Zo'r umid bilan keldingiz shuqmi? Ma'qul. Biz ilk ko'rishaylik. Pat-pat kon mehmonlarni qarshilab kelyapmiz. Ro'zaxon mening esimni qilishcha haqiqatan burungi sonlarimizga qatnashib ekan. Lekin tafsilotini eslab bo'lamadim. Undaqda biz Ro'zaxon tanlagan qizlarni sahnada kutib olamiz. Qani sevimli qizlar, marhamat. Bu yaqi güzel yoshlikning rangdor chechaklaridir. Dilbirim. Xush kelibsizlar, chiroyli qizlar. Bugun yana yuz ko'rishdik. Bugungi suhbatlaringizning ko'ngillik, utuqliq, xuddi o'ylaganinglardek shirin bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Undaqda bugun sizlar bilan shirin suhbat qurmoqchi bo'lgan yigit kim? Ekran qarab yaqinglar. Yaxshimisizlar Elchi programmamizdagi go'zal qizlar. Men Ro'zaxon. Men bu yil 32 yoshga kirdim. Yurtim Ko'rlidim. Men yoshlik davriga qadam qo'ygandan tortib izchil mustaqil turmush kechirish ham pul tepish yo'lida izlandim. Onundan başqa erkishga ming xil hunar ozlik qildi degan ideyaning turtkisida tirishib yuribman. Bugun Elchi programmamizga kelishdagi maqsadim bo'lsa, mangulik hamroyim bilan tanishish. Ro'zaxon, sahnaga marhamat. Yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. O'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz Ro'zaxon? Bizdan bo'lsam Ko'rlining Xijojon degan ismim Ro'zaxon. Qildoshim bo'lsa tijorat shug'ullanaman. Bu sahneye yana bir qatim kelib, sizni, Ali Malimni, Fatigulachimizni yana bir qatim ko'rganimda to'lim xursandman. Biz xursandmiz. Meyve ticareti bilan shug'ullanatdingizmi? Esimda qilishcha. Hozir yana shu tijorat bilan o'zgartdingizmi? Shu tijorat bilan. Ro'zaxon qizlar, ilgari bizning programmamizga bir qatim qatnashgan. Shu vaqtdami men yana fursat bo'lsa kelaman deb ketgan edi. Va'dasiga amal qilib bugungi sonimiz qatnashibdi. Endi Ro'zaxon nisbatan tortinchoqroq ko'ringani bilan, lekin xeyli fikr ochiq bola. Bilmaydiganlaringlarni, bilginglar bor ishlarni so'rsanglar bo'ladi. Ro'zaxonmi sizlardan o'zi qiziqayotgan doirada savol so'rasa tamamen bo'ladi. Men mush Ali Malimning
Üz xafa qilib turibmi, boshqalarni gap qilmas, qo'yga bir yumori deb beray. Yumri demsiz? Ha, yumor qet Alimal. Ha, ma'qul. Bir kuni otishga berib, vallahi ketib qolsak Alimal uchrab qoldi o. Alimal uchrab, voy bu yerda nima ish qilsin, men o'ykirli. Maqa deb o'ykir. Alimalim yolg'izlikka o'yga boshlab, shunda quruqlab turamni. Endi yo'l o'rtada o'tirli, o'y sizning deb Alimalimga desak, to'xtab turinglar, men hozirli amalni qilaman deb. Qo'shnisi temir bir tutashganda bu Alimalimning tem. Shuni tamda shunda sakrab tushiblar. Qo'shnisini to'qsin katiga kirib, endi to'g'ri birini tutay deb tursalar, egiz chiqib qoldi. Egiz chiqib qolib, men necha kundan yoz jutga to'g'rini o'g'irsin tutdim deb. Alimalim men o'g'ri emas deb. Voy men zot o'g'rini tutdim. Alimalim men yana o'g'ri emas deb. Naq maydon tutyapsam yana nima deysilar? O'g'ri bo'lmasangiz katakdan tuyib nima bor dedilar. Men uyda o'tirdim. Uyda o'tirsam men mikiyallarimiz alima tuxumlarim bek chiqib bo'lib ketdi. Miyakir matxum sanset biraydigan shunga kirishim. Ali Ro'zaxonda ilgirlash bo'lgandekmi? Ha, xeyli so'zlaydigan bo'lib qopti. Önüm bulaptı. Ama yumurlu, man şiirdekla mağına oturdu. Yaxshimisiz? Siz to'y qilganmi? Ya to'y qildim. Necha bala? Ayda 6 bola. Necha o'g'il, necha qiz? 2 o'g'il, 4 qiz. Yaxshimisiz? Men sizdan shuni so'rab baqsam, kelgusida turmush qurib qolsangiz, ayolingizga oyda qanchalik turmush xaraj bilan ta'minlaysiz? Chunki bu amaliy bo'ladigan masala-ku. Bir er kishi bo'lgan odam qanchalik dairada, masalan, 2-3 ming ko'yni ko'tara olamsiz yo 4-5 ming ko'ynimi yo 10 ming ko'ynimi? Chunki bu amaliy bir masala-ku. Turmush qurgandan keyin bir ayol kishi bizning xizmatimizni qilgandan keyin chuqur ular do'st dushmanlarning oldida chuqur ularni o'pdan kaydirib, ishkizib qilmasak bu eng tuvan bo'lgandimi ayda bo'lma degan 3 ming ko'ydi kam xajlasak to'g'ri yaxshi bo'lmasmiki deb o'ylayman. O'zingiz topganning tashayında qizvalga yana 3 ming ko'y berishga qurbim yetadi demakchimi? Ha. Unda o'z nima kasb bilan shug'ullanib 3 ming ko'yn topmoqchi, shuni bilib baqqan bor. Men odatda tijoratchi bo'lgandan keyin elim setim qilib, meyve satamdim, yo bilak nima satamdim. Nima ishlar qilsam, chuqur pul tep ketalayman, shu turmushini qandayalayman. Sizlar odatda to'y qilgandan keyin hamda yo'ldishinglarning qandaroq bo'lishini xohlaysizlar? Yo'ldishimizdan bizga bir titiya bo'lsin xohlaymiz. Rostchil bo'lishini. Yo'ldishimizning bizga kuyimchan bo'lishini, odatda ko'nglimizni ovaylashni umid qilamiz. Mena yo'lishimning o'zi uchun maydoni bo'lsa, park bo'lsa, eng muhim bo'lgan shu o'zi uchun maydon bo'lsa. Ro'zaxon, mush qizlar degan shartlarga tushamigansiz? Tushunganim. Ayolingizga bo'lgan qanday shartlaringiz bor? Mening shartim bo'lsa, to'y qilgandan keyin bir-birimiz rost so'zlab, hammamizning burun qishlarim bo'ladi. Burun qish bilan karimiz bo'lmay, azmaydigan inson yo'q. Shu kelgusimiz qolib maqsad deyman. Muhabbatlash tarixingizni bilsak bo'lamdi, Ro'zaxon? Muhabbatlash tarixim shu 2 qiz bilan aralashib ketdi. 2 qiz bilan aralashib vaqtingiz oxir natijasi chiqmadi. Maq qizlar, 3 vaqt tamoq yeyishning oldikayinda kimni bek o'ylaydi, kimni bek g'amini qiladi, yana qanday odamga bek o'sh. Hamda ota-onamiz, qarindoshlarimiz desanglar bo'lmaydi. Uni hamda chuqum qilamiz. Men 3 vaqt tamoq yeyishdim burun. Birinchi endi masalan yaxshi ko'rganim bo'lsa, ashadamni o'ylayman. Tamoq yeganmidi, nima ish qilyapti deb. Agar u bo'lmay qolsa, bek yaqin do'stlarim bor. Siz bola, aslan o'ylayman, nima ish qilyotgandi bular deb. Endi men qanday odamga bek o'sh desangiz, bir xil shu hech o'sabga sichina olmaydigan, endi kinsa yağancı adam göz. Ben şahsen özlemni o'ylayman, lekin özlemning yigisi bor, tamoqni cho'qim yaxshi ko'rgan odamni yaxshi ko'rdi deb o'ylab, shu an özlemning yigisi borni qilaman. O'zining maydoni yo'q. Ondan keyin qahna gapini oladigan, ondan keyin meynat, ishta qilamiz. Uyda qandaq sekretlarning borlig'ini qarayman. Biraz amaliy bo'lyapti. Go'sh bo'lmasa
nima say bo'lishidan agar vaqtim yetib qolsa sirtga chiqib akirib aytaman. Vaqtim yetmay qolsa uyda qanday say bo'lsa shuningdan bir qacha say chiqaraman. Umaq xonim deb peynimda parvonib yuradigan shunchalik umaq sabiy o'quvchilarim bor. Shu ota-onamdan qolsa men asosli jihatda shu o'quvchilarim tomoq yeganmidi? Mush tomoqni men qachiga evilib maktabga olib bersam, o'quvchilarimga biraychu yoki mevchu bo'lsa-mu, hattoki mush o'quvchilarimga olib biraychu deganni bekroq o'ylayman. Chunki o'quvchilar mening xo'shalligim. Endi qanday qadamga bek o'sh degan vaqtda turmush odati nachar. O'zining turmushini o'rinlashtira olmaydigan. Bo'libmi eng o'sh odami shu kechalari ov yiqildigan. Kech vaqtida yatmaydigan odamlar eng o'sh. Ro'zaxon kechasi vaqtida yatamsiz, yatmamsiz? Kechasi vaqtida yataman. Odatda turmush tartibingizda qalaymiqonlik ko'ringan ahvollar ozmi? Asosiy jihatda qalaymiqonlik ko'rinmaydi. Asosiy jihatdan ko'rin. Vaqtida yetib vaqtida qopsiz. Ro'zaxonning hech qanday kamchiligi yo'q-ekan, men nima deyishim bilaman o'taman. Hamma uchun ekan bu. Vaqtida yetib vaqtida qopsa, mush bolalar degan hamma o'lchamchi ekan mushtaq. O'zidan so'rab baqayli Ali. Nima kamchiligingiz bor? Masalan, o'zimda bir mushtaq kamchilik bor deb e'tirof qiladigan, o'zingiz boyiqigan, tuzitishga oldirayotgan bir kamchiligingiz bormi? Mening kamchiligim bo'lsa, sal oldirang'o. Hamda oldirang'oligimni chuqum tuzitdim. Ining bormi? Yo, inim yo'q. Akang bormi? Akam bor. Akangiz bilan necha yosh farqlisizlar? Akam bilan 3 yosh farqlimiz. 3 yoshmi? Kichik vaqtda urushamdinglar. Urushdik. Chiqishamaytinglar. Hozirchi? Hozir chiqishimiz. Hozir chiqsizlar. Urush qolsanglar, dadang, opang kim taraf turdi? Dadang bo'lapmi? Ozodlik ishkilimizni urutdi. Urutdi deb. Xatolik ba'zi menda bo'ldi, ba'zi akamda bo'ldi. Uni so'rtib, akamni mening oldimdan qislab qo'ysa, qarindoshning oldida fuksini oldida aksini qilgandan keyinchi gipi kirmay qoladi deb gap qilmaydi. Chiqsin tan aytdi. Demak, sening qarshi taraf mesela akangning xato bo'lsa-mu, akang taraf turdi. Chunki kichik o'g'an kimishning gapini anglamay solmaydi deb. Shuni senda bir xillikqa haq-nohaqlikqa bir xillikqa bardosh bermaydigan xarakter shuningdan kelib qoldi. Shu original ashvashning amaliyotda. Rahmat Ali. Ro'zaxon, endi qizlar sizning taqdiringizni ko'rdi. Siz haqida asl tushunchalarga ega bo'ldi. Sizmi o'zingizning qizg'inligi bo'yicha qizlar haqida azroq tushunchaga ega bo'ldingiz, lekin ko'p so'ramaganligingiz uchun chiqmasini bilmay turyapsizda. Qizlarni hozir men chiroq o'chirish ya saqlab qolishga chiroyli qizlarimizga Xinjiang Bergnaz xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Bergnaz markasidagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. 3, 2, 1. Afsus, chiroqlar o'chib ketib qoldi. Biz kayfiyatimizni yig'ishdan burun Portugal adamdan bir qonun maslahat olaylik ya. Portugaliyada hamda qiz-o'g'illar o'rtasidagi munosabat, hissiyot ta'kidlanayotgan masonimizda, masalan, Ro'zaxon qizlarni tushunish uchun, qizlar Ro'zaxon tushunish uchun o'zaro savol-javob chiqyapti-ku. Hamda qiz farzand masalasi chiqib qelyapti. Demak, qiz farzand degan gap yana bir nomi kelin degan gap. Qizlar oilasidan to'y qilib boshqa uyga chiqib ketgandan keyin mirosga varislik qilish huquqi jihatda bahramon bo'la olamdi, bo'lamamdi. Devletimiz Əxlab Qanun Dəsturunun 1126-maddəsində ayollarninki varislik qilish huquqi baravar bo'ladi deb belgilangan. Undan boshqa devletimiz Asos Qanununun 48-maddəsində ayollar siyosiy, iqtisodiy, madaniyat, ijtimoiy aloqa va oilaviy turmush jihatda avlar bilan o'xshash huquqdan bahramon bo'ladi deb belgilangan. Buningdan shuni ko'rishga bo'ladiki, qizlar, qiz farzandlar shu to'y qilib chiqayotganlikki, ularning mirosga varis qilish huquqidan mahrum qolganligini bildirmaydi. Qiz farzandlar o'g'il farzandlar bilan o'xshash varis qilish huquqidan bahramon bo'ladi. Rahmat. Ro'zaxon, bu savolni sizdan kechikib so'rashimda mundaq bir maqsad bor. Siz garchi al sahnimizga ikkinchi qitim qayta qadam bossangizmi, ikkinchi qitim chiqqan vaqtingizda yana qizlarga xuddi dastlabki sonda chiqqandek
udul yüzlənməy cıq qarab bulanmadınız. Mən sizin köprək söhbət ötküzüş jarayonida qızlarga qarab fikir almashtirish jarayonida bekitsin deb mana hozir so'rdim. Siz sahnaga chiqibla qaysi qizga nisbatan yoki paranglish jarayonida qaysi qizga nisbatan illiq bir sezimda bo'ldingiz? Ya'ni kim ko'nglingizga sal yaqinlik bilingandi? Mening yuragimni 27 insonda bir qiz o'g'irlab ketgan. Bu 10 qizning ichida hech qat ko'nglim yo'q. Mening bu yerga chiqishdagi maqsadim birinchi 27 insonda qat'iy gap qilmay bir xil chiqib qolgan. Mening unda emasligimni bildirish uchun latayta sahnaga keldim. Demak, sizning ko'nglingizni tutib olgan, ko'nglingizni qilib qolgan qiz 27 insonda qoldi. Ha. Kim o? Merhaba. Doktor? Salam. Ustozlar, salam ayrada. Salam güzel kızlar. Ve kızlar diye so'rab bakayım. Nime tamak yeyishni yaxshi ko'rdiki? Men uy lag'mani yaxshi ko'rmam, kabobni yaxshi ko'rmam. Men lag'man yesam, siz kabob pishirib bersangiz bo'ldi. Kabob pishira olamsiz? Kabob pishirolmayman. Pishirolmaydi-ku. Ammo siz usul o'ynay olamsiz. Usulmi o'ynamayman deyman. Ammo siz bizni masalan keyin to'ylarga berib qolsak, men tatmaydi ekansizda. To'y tugaguncha o'tiribkansizda. Agarchan to'y bo'lib qolsa aldirmay uyutasiz. Bo'ldi, rahmat. Sizga uyutib qo'yaman. Siz zakolnoshtirib boqqanmi? Masalan, keyin balla qo'ygandan keyin siz balani tam beqishib beramsiz yoki qaringiz yo'q degan ayol kishining ishida qaringiz bo'lmamdi? Ha, beqishib bersam bo'ldi. Agarchan men bo'lmasam, anam qolishib bersam bo'ldi. Men chaqchaqcha o'g'illarni yaxshi ko'raman shuni. Ha, siz turban shu marhabani ba o'xshaydi deb kelganmidingiz yoki? Ya ba o'xshaydi deb kelmadim, yo'qligini. Men mush 52 tonni to'liq ko'rayapman-ku. Endi musha gap musdan qatnashib siz bo'lgandan keyin chuqum ba bo'ladi. Men Urumchiga yetki yo'l. Urumchiga berib, menda bir endi fikr almashtirib beqib, ya endi ma'bdi bormi, ya aytaydimi, ma'bdi bo'lsa, menda paranglashib o'tib ketsam, ma'bdi bo'lmasa, zamanda fikr almashtirib beqib, bir-birimizni tushunishib baqsaq deb shu nimiz keldim. Ro'zaxonning endi shu sonda deyilmagan gap so'zlarni ifodalanmagan ko'ngillarimni mushu sonda to'liq ifodalaga keldim demoqchiman. Asosiy maqsad. Lekin shu gapni anglashga tegishlik marhaba naq maydonda yo'q bo'lib qopti. Bizning elchi sahnamiz hamma odamga ochiq oshkor qo'yilayotgan program bo'lgan ekan, siz apparat yuzi orqali marhaba aytadigan so'zingiz bo'lsa, men sizni izlayman, izlasam bo'lamdi. Men asli siz uchun chiqqan degandek ko'ngil so'zlaringizni aytib olsangiz bo'ladi. Bo'ladi. Ha, marhaba, men siz uchun 27 insonni gap qilolmay, siz shunda savol so'rasangizmi javob bermay, bir xil gap so'zni joyida qilolmay qolgan. Bu songa chiqishdagi maqsadim sizning yo'qligingizni bilib turib, men o'zimdan unda so'zlayolmaydigan emasligimni, haqiqiy bir o'zimni so'zlaydiganligimni mush sahna orqali bildirib qo'yish uchun sizni deb chiqqan. Menga hamda o'rin bormidi, yo'qmidi ko'nglingizda? Rızaxon, yaraysiz, biz undaqda javobini beramaydiganligimiz aniq. Chunki javobini siz so'zlayotgan marhaba beradi. Endi programma guruhimizdagi xizmatchi xodimlar bilan aloqalash orqali turmushiga navbatdagi xizmatlarga daxl qilmagan asosda izlab baqsangiz, u ixtiyoringiz. Bo'ladi. Agar xush xabar bo'lsa, birga chiqib yetkazishni unutmanglar. Bo'ldi. Ro'zaxon bak umid var balika bor. Ashundaq umid var yassang, cho'qim orzuingga yetsan. Rahmat. Rahmat Ro'zaxon. Sizga rahmat. Ma'qul. Xo'shamsa. Qandaroq ahvolingni ikraldi ko'rganlar. Mening bu elchi sahnasiga chiqishga maqsadim bo'lsa, oldi 27 insonda shunda gap qilolmay, o'zimning ko'ngli tushgan qiz so'rg'a so'rlig'im vaqtida javob bermay, o qizning qo'lida berib qo'ygan.
Endi bugun bu yer kelishdiki maqsadim bo'lsa, mening hargiz bunday gap qilanmaydigan emas, haqiqiy bir gap qilganligimni uqtirib qo'yish uchun el sahnasiga chiqqan. Rahmat. 27-sanda qilib qolgan ko'ngil so'zlari, 27-sanda qilib qolgan hissiyot tugillari bugun yeshildi. Afsus, qiz naq maydonda yo'q. Ro'zaxon o'zining ko'ngildagini ekran orqali marhaboga yetkazdi. Qizlar, demak biz har bir sonda mana shunday o'xshamaydigan hikoyalarni anglaymiz. O'xshamaydigan yigitlarning hissiyot davolg'ishlarini ko'ramiz. Ba'zilari sizlar sabablik, balkim siz sabablik, balkim siz sabablik. Ba'zilari marhabodek ilgirki songa qatnashgan qizlarimiz sabablik bo'lishi mumkin. Demak, irodalik yigitlar o'zini elchi sahnasiga chiqib sinab baqsa tamoman bo'ladi. Arziydi. Naqshanlamdi qizlar. Qiynoqda ikkinchi bo'lib sahnamizga chiqadigan yigit zodi kim? U qaysi qizlarni tanlaydi? Marhamat. Yaxshimisiz Xalmurat? Sahna kaynida 20 nafar qiz sahnaga chiqishni saqlayotdi. Lekin biz faqat 10 nafar qizga ijozat beramiz. Bo'lma. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, bugungi ifodangizning yaxshi bo'lishini umid qilamiz Xalmurat. G'ayrat qiling. Yil ko'rishaylik. Qani, Xalmurat tanlagan qizlar sahnaga marhamat qilinglar. Yana yuz ko'rishdik. Ifodanglarning yaxshi bo'lishini, shirin suhbatlarni qurishinglarni umid qilaman. Qani, sizlarni surat orqali tanlagan yigitni tushunib yiqishni xohlasanglar, ekran qaranglar. Yaxshimsizlar ko'rganlar. Elchi programmamizdagi go'zal qizlar. Men Xalmurat Umar. Men bu yil 23 yoshga kirdim. Yurtim Turpan shahrdan. Igilik tiklash uchun izlanayapman. Odatda rasm chizishni, kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Bugun elchi programmasiga kelishdagi maqsadim bo'lsa, mangulik hamroyim bilan tanishish. Qani, Xalmurat, sehning marhamat. Voy, chiroyli mukatsalan. Chiroylamani esitaylar. Xush geldiniz Xalmurat. Siz rassomlik kasbida o'qiyotgan ekan, albatta kuzatish iqtidoringiz normal odamlarnikidan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Qani qizlar qarab beqinglar, siz tanlagan surat bilan o'xshamdi ekan. O'xshaydi ekan. Unda siz qarang. Sahnaga chiqibla ko'zingiz issiq ko'ringan qiz zodi kim o? Men qaramay turay-a? Bo'ldimi? Erkin ixtiyoriy paranglashsanlar bo'ladi. Endi sizlardan so'rab baqsam, Yidilanga qana qaraysizlar? Biz Yidilanga uchun, Yidilandan olib o'talsak ham bizning oxirimiz chiqdi deb qarayman. Sizdan so'rab baqsam, bu savolga o'zingiz qana qaraysiz? Men de o'zim Shanxayda o'qiyman-ku. Endi maktab turayib qoldim endi shu cho'ng yiqilish jarayonida. Shu endi biz oldirash shu balak shaharlarga bekarroq yugura qolman shu endi. Endi shunga so'raganim Yidilan shu men qarashim bo'lsa agar Yidilan bo'lib qolsak shu biz bir-birimizga ishonch qilib degandek shu. Shu Yidilan bo'layotgan joyda siz Shanxayda chiroyli shingan qizlar o'z ma'bdingizni tashiytamsiz. Endi odatda men rasm chizadigan ekan shu uchirganlari ko'parak endi lekin 就没有什么感觉。对你问的这个问题的话，就是就算遇到很漂亮的，但是如果我对她没感觉，就是其实无所谓的。尤其是我有女朋友以后。Rahmat. Xalmuratning asti qoldigan chiroyli ikki tal mangni ko'rdinglarmi? Ko'zining ostida. O'zingiz yaxshi ko'ramsiz? 习惯了。习惯了。Bo'ldi. Xalmurat, siz odatda qandaq rasmlarni ko'proq chizasiz? Masalan, portretmi, odamlarning rasmmi, manzirmi, qandaq rasmlarni ko'p chizasiz? Odatda ko'proq chizadiganim tongman. Karton. Karton. Ha. Tongman shoji shu laylash. Agar portret chizish to'g'ri kelsa, mush qizlardan qaysi obrazni chizsangiz, hozir masalan Masurat tanlagandan boshqa? Odatda odam sizlar shu 比较有明显特征的narsa. Ha.
Kimni sizsiniz aş alayidlik tuş kerak. Mesela kimning chiroyida alaydiroq bir o'zgachilik bor ekan.我感觉这一排都可以。 Maqatadagi qizlar butun bo'lamdi ekan. Maqatadagi qizlar-chu 比较适合画那种全身像。Alayda yo'q degani sal degan emas, 就比较 odatda 就是比较突出一点的。我们是4강教的没有什么难度。 Almira azroq sizga nisbatan qiziqishli bo'lyotdi. To'g'ri tushuning-a? Almira yog'andan qizg'inib qo'yyotdi. Men tushundim. Masinglim, 4-numurlik singlim karton obrazga tushmamdi ekan. Qarab beqan qip-qizil sochlari umaq oldi bilan. 我感觉比较偏萝莉，就是偏萝莉那种。 Ashtaqma. Ali? Sen qandaq resim chizsam, mandaq sizmi ya maybuyoqmi? 原稿呢，素描的是拿qalamda, odatiy qalamda. Ularni ochini 原稿呢是给上传电脑，然后再上色之类的。 Sen masalan qandaq bir sabab sening bu resim chizishingga mundaq turtki qolgan? ben de kichik vaqtimdan 就是比较偏喜欢那种动漫。kichik vaqtimda ko'rishga maqtadim-chu. Oqdan shu cho'junga chiqib fursat bo'lgan bugundan. Oshundan boshlab sening odatda masalan shu rinji guanshi qilgan vaqtingda masalan bunda kishilik aloqa qilgan vaqtingda-chu odamlar bilan qanday usulda aloqa qilsa, masalan oz aloqa qilamsa, ko'nglingdagini bundaq tiz deydigan tipmi yoki bo'lmasa bundaq fangbay qiladigan aldirab ko'nglingdagini demamsa, masalan kishilik munosabatda qanday? 这个得看我想不想认识这个人。agar tanishgan bo'lsa, biza稍微主动一点。但是就是不是很想认识的话，就是感觉gaqsam bo'ldi, gaqimsam bo'ldi deganda. Belki undaq ko'nglingni bunda ichib ketmaysa, shundaymi? Muhabbatli baqamidingiz edim. Qancha qaytdim? 2. Yedilgan sababidan ayrıldinglarmi? Abay o'zingiz shu savolni birinchi bo'lib o'tirib qo'ydingiz. Ichkirisi bilan shundaqmi? Shundaq. Sizga zarba bo'ldimi? 确实有那么一点。 Sen muhabbetlashganda masalan bunda shinti jechuga oldiramsa, ashni muhim deb qaramsa yoki ancha muhim emas deb qaramsa? 我感觉先了解一下，慢慢来，感觉挺好的。 Masalan, yedilgan bo'lgandan unda narsa bo'lmaydi-da. Hamda shu narsani muhim deb o'ylamsa yoki u bo'lmasin bo'ldi deb qaramsan demakchi-da. 其实都行吧，我感觉没有太大的概念。 Ailangiz haqida ozroq so'zlab bering, ukam. Uydagilar ikkisi doktor. Shu biza bek tutadi menimni kichik vaqtimda. Ching tutadimi? 就从小受到的教育就是比较那种严一点的、传统一点的。Ularning qilgani to'g'rimikan, xatomikan? Turmushimga pek ta'siri yo'q. Balkim Alining savoliga bermoqchi bo'lgan javobi oldirmayman. Asta-asta tushunishni ilgari sursak bo'ladi, demakchilik turdi, afkam. Qani, qizlardan savol sorsangiz bo'ldi. Endi agar yedilan bo'lib qolsak, qanchalik vaqtda bir qatim chuqur ko'rishimiz kerak degan nimalar bormi demoqchiman. Bu savolingizga men javob beray. Meningcha eng uzun bo'lganda 6 oy muvaffaq bo'larmikin deb o'yladim. Endi 2 yilimiz xizmatchi, chunki sizlarning kasbingiz bor, mening kasbim bor. Agarda kasbimizdan sirt vaqt chiqqanda, cho'shije, chermen to'shing. Qancha vaqtlik cheklim yo'q. Faqat ham kasbdan sirt vaqt chiqara olgan vaqtimizda ko'rasak bo'laverdi. Siz qizlar haqida nima so'rashni, qanday javob berishni o'ylanib turayotgan vaqtingizda men Portugaldan bir qonun maslahat so'rab berayinmi? Portugalda turmushda to'xtam tuzadigan ishlar ko'p-ku.
o'zaro shirkat hamkorligi yoki shaxs bilan shaxs o'rtasidagi to'xtam degandek. Mushunday to'xtam tuzaydigan vaqtda ba'zi odamlar zakalat pulini haddidan ziyod ko'p talab qiladi. Masalan, 100 ming qo'yliq to'xtam bo'lsa, 50 ming qo'y zakalatni oldin bersa deyishim mumkin. Endi mushunda muqim bekitilgan yoki qonuniy tartib bo'yicha zakalat pulining o'lchami bormi? Münasibətlik qanun belgiləmələrə əsaslanğanda tərəflər toxtamlaşqanda zakalat pulunu bütüşkəndə məşu zakalat puli məşu toxtam ümumi sommasının 20%-dən eşib getməslik kerak. Eşib ketgan qismining qonuniy kuchi bo'lmaydi deb belgilangan. Bunun da shuni ko'rib bo'ladiki, to'xtam tuzishganda zakalat puli to'g'risida bitishgan bo'lsa, mushu zakalat puli bitishgan summa to'xtam umumiy summasining 20%dan eshib ketmasligi kerak. Rahmat. Qarang edim, men sizdan bir savol so'rayay. Siz ilgari 2 qitim muhabbatlashdim dedingiz-ku. Aşı muhabbatlashib ayrilib ketgan vaqtingizda masalan mayli qaysi qiz bilan bo'ling, eng qattiq ziddiyatlashib ko'nglingizda qolib qolgan ish ishki jurti bo'lib qolganliginglar sababidanmi yoki boshqa sababdan ayrildingizmi? Amdikin bendeki sababli desem buldu. Sizdeki? U bir şehirde bo'lgankin u kesalib beyaram bo'lib degandek vaqtlarda men baramagankin amninaga. En ko'ngil bo'lishga tegishli vaqtlarda siz vaqt chiqaramadingiz, qizchaq shuni bilan qabul qilamadi. Asosiy shu sababdan asta-asta ajralishib ayrildinglar. Pushaymon qilamsiz? Pushaymon bor. Endi siz qayta bir fursatga erishib, yaxshi bir qiz yoningizda paydo bo'lganida, agar u og'rib qolganda, sizga muhtoj bo'lganda, yana o'xshashli aldirash bulamsiz, ilgirki tajribalarni yakunlab ko'ngil bilamsiz. Har qancha aldirash bo'lib ketsam, uydagilar kasal bo'lib qolsa, ketamaydan ahvol ko'rilmas endi. Diqqat qilsiz. Tamomliq Shanxayda qilib qilib taraqqiy qilish o'yingiz bormi yoki Shinjang qaytamsiz? Ashada qildigan xiyol bor. Ashada qildigan xiyol bor. Agar qizchaq Shinjangda bo'lsa, olib ketish o'yingizmi bormi? Olib ketadigan endi qo'shilsa. Undaqda qizlar nisbatan tushunish bo'yatdi. Hozir chiroq o'chirish saqlab qolish bosqichiga kiramiz. Shanxayga ketsam mayli davomli tushunib baqaychi Xolmuratni degichilar bo'lsa chiroqni saqlab qo'yinglar. Ta'minlaydi. Programma oxirida chiroyli qizlarimizga Shinjang Berginoz xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan Berginoz markasidagi yurishlik mahsulotlar sovg'a qilinadi. 3, 2, 1. Yaxshimi, men bir savol so'rsam sizdan. Masalan, ikkimiz yurdik deyli, siz Shanxayda, men Turpanda. Agar ikkimiz urushib qoldik, men sizning telefoningizni olmadim, siz qanday uchiringizga qaytarmadim. Siz buni qanday hal qilasiz? Koni yarısını qo'zg'ab qo'ydik, a? Endi amalning bag'ida eng tez suratni inkab izlab kelmayman endi. Agar kichik ishni deb ham urushib qolib, men xafa bo'lib qolsam, kelamsiz? Kichik ishni deb? Bu ziddiyat kichik. Qiydab telefoningizni olmadi, uchirma qaytarmadi. Bundaq ishlar haftada bir ikki qitim bo'ldi. Haftada bir ikki qitim kelamsiz. Undaq ahvolda endi men odatda qiz ustimdan endi yurib qolsam, 就是联系方式比较多一点。Odatki undidar telefon degandalar emas endi. Balak aloqalashgan amallarni tan. Aynisini loyiha qilsam-chu, qanday qilsiz? Men burun qilib boqqan. Siz qanday qilsiz? Blogdim javob qaytarmaydi ekan, do'yinni sizning yozsangizni qaytarmaydi ekan. Sizni hatto qartizimni kirgizib yutalaydi ekan. Ya, boya kichik ish dedingiz endi. Kichik ishda bunchalik bu ketmas deyman endi. Siz kichik ishdan shunday qilib qo'ygan bo'lsanglar, yo'q. Agarda men bilan kasbni birini tanlasam, siz qaysini tanlaysiz? Agar kasbimni davomli qilmasam, sizni qanaqa boqma deyman. Yana bu kasbingizni qilmang deyman-da. Bu kasbni qilmang, Urumchiga inib qiling, boshqa kasbni qiling deb qolsam-chi. Yoki o'z bu kasbingizni qat'iy yoqtirmadi. Men tanlamsiz kasbni deb qolsam-chi. 我觉得吧，如果跟我谈的话，就是真心想谈的话，我觉得应该是支持我的工作之类的，就是毕竟会懂我的。Endi agar kasbimni rostlam yoqtirmay qolsa,其实我学的不只是美术，
别的 kesip nima hamda almash 可以换。你看，毕竟每个人都是不一样的，可能是他就是只会那么一种，对，没有办法。 Muhabbatni kasb qilgan erlar bo'lishi mumkin. Buning hayotida, masalan, u er kishining hayotida kasb degan atalg'i yo'q. Faqat muhabbat, qizlar bilan bo'lgan aloqa, shuni kasb qilib olgan erlar bo'lishi mumkin. Bir mazgil ko'nglingizni tutib olishi mumkin. Lekin keyingi vaqtlarda siz uning faqat quruq bir er ekanligini bayqaganingizda, siz uning qanday talab qo'ysiz? Albatta kasb toptabimizda. Demak, bir er kishi bo'lmamiz bo'lmaydi deymizda, qanday boqadi deb. Qani, qizlar. Agar u qiz bilan uy tutib qolsangiz, oxir chiqib qolsa muhabbatinglar, mangu 7 yil bo'lib o'tmoqchimi u ikki oraliqda yoki muqim bir yerda turib qolsangiz, nada uy tutasiz? 目前为止的计划是，在上海的工作时间把的，也的就是想的是尽量2-3年之内，就是稍微发展一下，就发展好一点以后再转到其他城市，就比如我的家乡嘛，就是新疆。to'y qilsangiz deganda agar siz turpanda to'y qilmishadi to'yni desangiz我觉得近2年是结不了婚的，毕竟我是在创业之中需跟他们就谈恋爱，然后谈到2-3年后结婚那种时候的话，就是我是愿意就是去你那个城市继续发展。 Bu qiz bilan bo'lgan munosabatingizni cho'nglarni tunishtirib, elchilarni qo'yib bekitayotgandan keyin, anodan keyin tushunishimsiz yoki keyin gap qo'yamsiz? Muhabbatlashish mahfiyat emas endi bu. 就毕竟大家都是成年了，就成年人了，都到法定结婚年龄了。agar biror bilan muhabbatlashib qolsam, uydagilar bilsa bo'pti deyman. Pek samimiy Ali-ya. Hamda bu balada rostga qilsak bir o'zguchilik bor. Yana bir qarasak, cho'ng bulashni xohlamaydigan bir holatmi bor? Yana bir qarasak, bir xillik muhabbet ish nuqtasida bir xillik qizlar o'ylagandek, qizlarning oldin xabar oladigan tip emas. Ko'nibchi, voy deb nim qildigan. Faqat bir xil o'rtaq birlik ko'ngtun yuyamiz bo'lsa, o'rtaq bir jajigans bo'lsa, tan huzurlanadigan mundaq tip. Ammo qiz deganda kelliq masalan qayda qolsa, andaq mundaq ishlarni tek bir taraf qildigan mundaq kelliq. Undaq tip emas bu inimiz. Odam 70-kisimi, yana u yana cho'ng bo'ladi. Cho'ng bo'lish to'xtab qolmaydi. Shundaq bir jarayonga muhtoj ekan deb o'yladim men. Rahmat. Xolmurat hukimiz uchrash vaqtini ta'kidladi. Hamda mencha bo'lsa muhabbat uchrashib turganda mavjud bo'ladi. Navoda har xil sabablar bilan uchrashmaganda yoki meni yaxshi ko'rmaydi ekan, menga telefon qilmadi degan sabablar bilan uchrashib turmasa, shu ayilib ketishi mumkin. Shunga yoshlarga deydiganim ko'proq sirdishib, tushunishib, muңdishib turganlar muhabbatinglar mavjud bo'lib, boshqa chiqishi mumkin deyman. Rahmat. Xolmurat sana muvaffaqiyatli yor bo'lsin. Garchi chiroqlar o'chirilgan bo'lsin, sen yosh, umidvor bo'l. Nurg'un muvaffaqiyatlar seni kutib turdi. Rahmat. Afsus Xolmurat, chiroqlar o'chib ketdi. Lekin enim sizning cho'qim muvaffaqiyat qozonib, o'sib ketilish musobaqangizda o'zingiz yaxshi ko'radigan, sizni qadrlaydigan qizga uchrashingizga biz cheksiz ishonamiz. Shu masalada hamda shu bir narsani yosh bolalar bilib olish kerak-ku. Zodi muhabbatlashish bir yosh bolaning hayotini isrof qilib, nobud qilib yutamdi yoki muhabbatlashish bu bolaga foyda kelamdi degan bir nuqta bor-ku bu yerda. Chunki buni nurg'unlagan dasho'singlar, nurg'unlagan yosh bolalar o'ylashdi buni. Bir qarasa o'tirishib bir kesib egallaydigan vaqti muhabbatlashsa vaqt isrof bo'ldi. Bir qarasa uning vujudidagi yoshlik o'tlari, yoshlik hormonlari
Onu bir xil yaş vaqtilik bir xil güzel təmlərə intildiriyotgan. O xil güzel əslimələrdən, güzel təmlərdən quruq qağısım yox. Onda qılmaydı bunun nurgun vaqt bəsə, vaqt ötə gitib bağan. Şu an bu məsələni ciqadəm həll qılanmaydı. Əməliyyətdə bundaq bir nərsəni düşünüb eliş kerak adam. Bir adamның haqiqiy xuşallığı herkesin bir adamdan kelmeydi. Bunu çoğunqur tunub etiş kerak. Adamның xuşallığı insanның linxunsu buldu. Linxun degan bir roy buldu şu insanның. Bu ruh daim özünü canshan qilman deb turdi. Bu tuluq canshan bo'lgan vaqtda anındakin adam ultimat xuşallık deyimiz, haqiqiy o'zida yotgan xuşallık erişalaydi. Faqat Linxun canshan bo'lganda, Linxun vanjingshin bo'laman deydi. Bu Linxunning bir chambarga o'xshasak, Linxunning qaysir kam bo'lib qolsa, odam shu kam tarafini paychi qiladi. Masalan, 3 umrli qiz bugun mushtan ular masalan pokiz odamni yaxshi ko'rman, mehnat odamdan xo'sham yo'q dedi. Demek bu kızın Linxun'su vanjing emas degan gap. Amaliyotda bu qiz o'zining vujudidagi bir xil men pokiz, men mehnat emas deydigan bir o'zlik nimasini qo'g'dayotdi. Amaliyotda bir odam ham pokiz bo'ldi, ham mehnat bo'ldi, ham axloqli bo'ldi, ham axloqsiz bo'ldi. Ham noat ishta bo'ldi, ham shundoq ko'ngli kang bo'ldi. Bu Linxunning vanjingshimiz. Biz Linxunning qaysi tarafini paychi qilsak, sirtqi dunyoimizda ashqil odamlarga o'chloq qolamiz, yaxshi ko'rmaymiz. Masalan, ba'zi odamlar radsiz odamlarni yaxshi ko'rmaydi. Nimishqa o'zining dunyosida radsizlikdan qo'rqadi. Bu xil radsizlikdan qo'rqish sirtqi dunyodagi radsizlik ishlarni paychi qildi. Linxun vanjing bo'lmaguncha odam mangu xushallanmaydi. Uning jenadusi tüven bulur. Cenadusunuz qancha tüven bo'lgan siri, Linxun qancha vanjing bo'lmagan siri, sirtqi dunyoda siz chiqish oladigan odam oz ketadi. Hammadan bilan paychi qilib chiqish olmay qolsa, bu Cenaduning tuvanlik. Demak, endi bu odam ro'yiti eng oxirida mana men shu deb janshan qiladigan bir ro'yiti bo'ldi. Masalan, Mayra bo'lsa, sizning Mayra degan ismingiz taraq turuq barlıq kimlikleriniz o yalgan narsa. Linxunda undaq narsa bo'lmaydi. O bir xil bütünlükmiz deydi. Şuna muşu narsa odam xuşallık verdi. Odam emas. Ama nurgun odamlar yashash jarayonini ezib ketadi. Ayoldan, ayol erdan muşu men xuşallık muşni erishsammi men xo'sh bo'laman, mush meni yaxshi ko'z xushal bo'laman deb balliqdagi yarıllarni keyingi cho'ng bo'lgandan keyingi ikkilamchi ota-ona deymiz. Mesela işkilimci atan degen nimasi, siz dadыңızdan alanmagan nurgulluğan hissiyatlarını erinizden yoki o'g'il do'stingizdan olasiz. Bundaş bakanda yo'ldoshingiz yoki muhabbatınız sizning işkilimci dadınız bo'lib qoldi. Uningdan alanmasangiz boshliqingizdan mana shunday qilib odam to'xtamay balliqidagi dadisini kopiyalab mangdi, ko'paytib mangdi. Ammo bularning hammasi umidlantirdi, hech qaysi beranmaydi. Faqat nimasi odamlar özünün ağırlıklarını, his qilmagan holatni xushallik deb qaraydi. Faqat vaqtni unutuydi, jarohatlarni. Ammo buning hammasi nimasi Linxunga hech qanday foyda olmaydi. Shunga muhabbet hergiz bir-birini xushallik taraf qilish emas. Buningda agar ezib ketib qolsa, odam bir umr hayotini isrof qilib yutadi. Muhabbet hergiz bir-biridan xushallik nim qilish emas. Balki nimasi xushallikni o'rtaqlashish jarayoni. Ondan bu xuşallık nereden keldi? Men bayatın dedim. Linxunning vanjingshinlikdan keldi degan. Şuna aqlliq o'g'illar doim kesibni muhabbetdan birinchi o'rin qo'ydi. Bir qiz sen haqanch sen uchun jinini pido qilish haqidek daraj yaxshi ko'rgan bilan bir qiz. U yana birisini mashunda yaxshi ko'radi, tizli. Şuna bir o'g'il bal bo'lsin, bir qiz bal bo'lsin, herkes qarshi tarafning uni yaxshi ko'rishlaridan bir xil miyman bo'lib ketmasi kerak. U faqat nimasi muhtojlik, muhabbet muhtojlik olmaydi. U bir xil odamlarga erkinlik berdi. Ammo hozirgi muhabbatlarchi bir-birisining erkinligini bo'g'idi, bir-birisining vaqtini yeydi, bir-birisining yaxshi ko'rishlarini cheklaydi. Bir-birisining ayqovlarini, bir-birisining qontin bo'g'di. Amaliyot undaq narsa emas. Muhabbet amaliyoti odamni noat erkin qiladigan narsa. Shunga bu inimizga deydiganim, mening sen muhabbet ishib yurma.
Sen muhabbetleşsenle vaktin sırap buldu. Sen muhabbetleşen tip emasman sen dep qo'yay. Sen resim, muzika degan bu falsafa aqlning eng yuqori nuqtasi deymiz. Sen mush kasbni yaxshi qil. Adam jo'risini, Lincoln Bellusini izlagansa jiroqlar ketadi. Bu o'z izdak keladigan narsa. Muhabbet ko'pincha yivay narsa. Sen o'ylamagan yerda, o'ylamagan shaharda, o'ylamagan bir tomoqni yeyotgan vaqtda, xiyolin kirib chiqmaganda birisi bilan suqshab ketsa, shuninglar uni bilan tunishib qolsa, ana shuning bilan to'y qilib qolsa. Shunga mening sana deydiganim, sen hozir muhabbatlashsanglar, hayotingning bakchi qismini asosiyatdan siroq qilaysan. Sen menimcha o'zingning kasbini, rassomlik kasbini yaxshi ko'r, shuning muhabbatingni va senin Lincoln Bellu'nun aman bir gün sen izlek geldi. Olam da? Rahmet Ali. Ali yakınızdan sözünü yufkam. Buyruq deb düşünüp aman. Özünüzden ixtiyarlığı ya. Çünkü hayatın her kim özüge özü tallaydı. Muhabbetleşme desile muhabbetleşmeydiğen şey yok. Muhabbetleş desile muhabbetleştiğen bir şey yok. Lekin akı yolu da sizin aydı yaxşı fikirlerini bədi. Oylaşıp görüm. Rahmet inim. Hayır hoş. 虽然今天被拒绝了，但是我觉得没有什么太大的遗憾。我觉得我还是在近几年继续学我的专业，继续创业，先积累一点经验什么的，然后我觉得我肯定能遇到一个理解我、体谅我，然后支持我的一个女人。 Biz hammamiz o'sib yetilyapmiz. Sahne turayotgan qizlar sizlarmi shu? Sizlarga yetakchilik qilayotgan menmi shu? Fatugul adam, Samikam, Ali hammamiz o'sib yetilyapmiz. Chunki hayotning o'zi cho'ng bo'lib yilibla aql tepish emas, cho'ng bo'lgan yishimizni biz o'sib yetilishga muhtoj bo'lamiz. Xalmurat dal shu o'sib yetilishga muhtoj bo'layotgan holatda sahnaga chiqdi. Meningcha Xalmuratning bugun erishganlari oz emas. Buningdan keyingi kasbiy hayotida va yoki kishilik shaxsiy aloqasida Xalmuratning ko'p xushalliqlarga erishishiga tilakdoshmiz. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamizning bugungi son vaqti munosabati bilan mishada oxirlash oldi turibdi. Esinglarda bo'lsin. Elchi programmamizning tajdorligini o'zgacha tamtid qilib bilan xaridorlarning oldin tanlashi bo'lib kelayotgan Xinjiang Cho'ng Ustam yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni choch asrash, choch yuvish mahsulotlari sohasida izchil bayroqdor korxona bo'lib kelayotgan Xinjiang Al-Xumar mablag' silish shirkati alohida talab qilgan. Xinjiang Pasil Xalqaro savdo cheklanish shirkati programmamizga yaqindan yordamda bo'lgan. Elchini Xinjiang Kamera madaniyat tarqatish cheklanish shirkati ajri bilan ishlagan. Biz kelar hafta dal vaqtida sizlar bilan yuz ko'rishimiz. Aman bo'linglar, xayr xo'sh.